Assalomu alaykum, hurmatli podpischilar. Bu 26-sentyabr 2025-yil. Bugungi savdomiz 2010-yilda ishlab chiqarilgan 3 Porsche Matiz avtomobilimiz bo'ldi. Mashinamizni o'zimizni Bog'ot Lelizindan kelgan Farhod og'amizga sotdik. Og'a yaxshi kunlar to'lamining. Mashinamizning bahosi 28 million bo'ldi, naqd pul sotdik. Farhod og'a mashinadan saloningizdan ko'ringiz yo'qmi? Ko'nglim to'q. Hammangiz shu salonga taklif etamiz. Bog'ot Avtolider salonida. Avtolider salonida taklif etamiz. Hammangiz shunday mashina olish nasib etsin. Yigitlarning baxti yo'qmas. Ishlarim ishlaringizda omad. Rahmat tilaklar. Muvaffaqiyat tilayman ishlaringizga. Mana sotgan mashinangizni ko'rishingiz mumkin. Mashinamiz 2010-yilda ishlab chiqarilgan edi. Motorlar toza remont bo'lgan edi. 4 ta yumshoq balon qo'yilgan edi. Metan gaz ustanovka qilingan edi. Mashinamiz prostoy variantlar edi. Chexol berdik. Chexolni ham qo'shib berdikina. Chexol yaxshi emas edi. Mashinamiz 220 ming kilometr yurgan edi. Zanglari ishlangan edi. 220 ming yurgan edi. Shunday mashinamiz narxi 28 million bo'ldi. Kim shunday sifatli mashinalar kerak bo'lsa, Bog'ot tuman Gayin ro'parasida Bog'ot Avtolider salonida bizda boshqa turdagi avtomobillar ham bor. Xohlasangiz naqd pul, avtokredit, barcha xizmatlari bor. Ekranda telefon nomerlari bo'ladi, bemalol bog'lanasiz. Hammangiz salomingizda, kutib qolamiz.